Alaykum. Men Denov tumani obodonlashtirish boshqarmasida ko'cha supuruvchi bo'lib ishlayman. Familiyam Qurbonova Gulshan. Men mana shu tashkilotga ishga kirganimdan beri ishlab kelyapman. Umuman oyligimizni bir to'liq qanchaligini ham bilmaymiz. Oyligimizni qo'limizga to'liq olmaymiz ham. Qolaversa moddiy yordam degan narsalar umuman yo'q. Umuman moddiy yordam degan narsani bir marotaba ham olmaganmiz. Agar shu narsalarni so'rab surishtirsak, bizga ta'zyiq o'tkazadi, janjal qilishadi. Hurmatli viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov, iltimos sizdan bizni mana Denovga kelib, o'zingiz kelib ko'ring, surishtiring, bizga ham moddiy yordam bersin. Sog'ligimizni tiklaylik. Necha yildan beri ishlab kelyapman. Men yolg'iz onaman. Qo'limdan ishtima kelmaydi. Shu ish keladi, shu ishga joylashdim, ishlab kelyapman halol mehnatdan. Lekin bitta narsani tushunmayman. Nimaga rahbarlar bizni usluga leta deydi? O'shamizda ham bergisi kelmaydi. Nimaga? Bizni peshona terimizni nimaga ular indamay jim ko'zimizga qarab turib yeydi? Axir sag'rib o'qaman. Bolamning rizqini indamay yeyversa meni ham alam qiladi. Halol mehnatimni so'rayapman-ku. Nimaga men pul so'rasam ular meni yomon ko'rishadi? Nega mendan nafrat bilan gaplashishadi? Hurmatli prezidentimiz Mirziyoyev, assalomu alaykum. Iltimos, yurtimiz otasiz, yalinib yolvoraman. Bizga yordam bering. Denovga bir bor bo'lsa ham keling. Yo ishonchli vakilingizni, odamingizni yuboring. Bizni ham himoya qiladigan biron kishi bormi? Iltimos sizlardan. Toirov Xurshid degani kelgandan beri na pul ola olamiz, na to'liq bir moddiy yordam ola olamiz. Undan oldin ham ola olmaganmiz. Bu tashkilotda biron kishi yo'qki, kelgan odam nima bo'la qo'yadi, bizga qaytib ketadi. Jimgina qaytib ketadi. Iltimos sizlardan bizga yordam bering. Bor umidim sizlardan. Haqqimizni ayirib bering. Biz peshona terimizni so'rayapmiz. Bolalarimizni rizqini so'rayapmiz. Halol mehnatimizni so'rayapmiz. Qor desa qor, yozda jazirama issig'i bo'lsa issig'i. Shularga prezident tomonidan bizga rag'bat, mukofot yozilar ekan. Lekin biz u pullarni ola olmaymiz. Olmaymiz, bilmayman nima uchun. Boshqa joylar televizordan ko'rsatadi. Ularga pul, mukofot puli yoziladi. Lekin bizda tashkilotga bu pullar umuman yetib kelmaydi. Yoki yetib kelsa ham biz ko'rmaymiz. Haqqimizni ayirib beradigan kishi bormi? Iltimos sizlardan. Bizga yordam beringizlar. Men Denov tumani obodonlashtirishidan Qurbonova Gulshan sizlardan yalinib yolvorib, umid qilib shu ro'za Ramazon oyida men sizlarni kutaman.